Assalomu alaykum do'stlar. Charchamayapsizlarmi? Sog'liginglar yaxshimi? Zerikishinglarmi? Tak, oxirgi paytda mani lichkamga ko'pchilik yozyapti, chunki Telegramdan ayniqsa ko'proq odam yozyapti. Uzum haqida savollar bor ekan. Savollardan biri men tushunmagan joyim bor. Hozir uni ham qisqacha qilib aytib beraman. Savol shunaqa bo'lyaptiki, Uzum market ga go'yoki qaysidir aqlli aytganiga, qaysidir uzumni o'rgatadigan seminarchilar yoki bo'lmasa o'sha uzumni o'rgatadigan insonlar aytgan ekan. 3 milliondan 5 milliondan kam tovar olib bormasa bo'lmaydi degan ekan. Yangi boshlayotgan odamlarga. Unaqa emas do'stlar. Uzum market sizni tovaringizga ham, summangizga ham xo'jayin emas. U faqat komissioner xolos. Mana Yandexda taksistlarimiz ishlaydi, o'shandan komissiya olib qoladi. Ya'ni 1%dan 5%ga nima tovar sotishingizga qarab komissiya olib qoladi. Xolos, u sizga xo'jayin emas. Menimcha summa olib kelasan, menimcha tovarni olib kelasan, menimcha shtuk olib kelasan degan narsa yo'q. To'g'ri, avval bor edi, bundan 2 yil oldin bor edi. Bitta tovardan har bitta eski uyda, masalan, mana shu kastum, mana shu rangidan 40 donadan ko'p olib kelmaysan, chunki omborda joy yo'q derdi. Hozir katta omborlar ochilgandan keyin u narsa ham yechilgan. Esingizdan chiqarmang, Uzum market sizni summangizga ham xo'jayin emas, sizni tovaringizga ham xo'jayin emas. U faqat sizga hamkor. U qilib berib, yetkazib berayotganligi uchun, tovarlarni o'sha reklama qilib, o'zi sotib, siz shotingizga pul tashlayotganligi uchun u komissiya olyapti. U pulini olyapti do'stlar. Shuning uchun hali tajribaga ega bo'lmagan insonlar bilan ishni boshlamanglar do'stlar. Maksimal menda boshlang demayman. Maksimalni bilib, o'rganib, ko'rib, keyin boshlanglar do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Income Business maktabi 0 dan 100 gacha o'rgatamiz.